Motor Sion 6 restyling. Bu eng full pozitsiyasi. Farqlar qo'ydik buni elektronni buni. Eng full pozitsiyasi bizda hozir vaqtinchalik angliyskiy bo'lib turibdi. Inshaalloh yangi obnovleniyaga kelgandan keyin rus tiliga o'tib ketib qoladi. Polnis ingliz tilida bo'lgan. Nastroykalar ham polnis ingliz tilida bo'lgan. Mana hamma narsa ko'rasizlar. Faqat bitta ikkita sistemni qoladi bari xitoychada, uni o'zgartira olmaysiz nima bo'lsa ham. Kerakli приложениyalar hammasi yozib qo'yildi. Kerakli narsalar hammasi yozib qo'yildi, nastroykalar qilib qo'yildi. Ko'rsatib tushuntirib egalariga hamma kerakli narsani yoqib, kerak emas narsani o'chirib qo'ydim. Misol uchun bularda sijeniya o'zidan o'zi yoqilib ketaveradi, yo'dan bu yoqqa borib ketaveradi, rul yoqilib qolaveradi, o'zidan o'zi podogrev sijeniyalar yoqilib ketaveradi. O'shalarni nastroykalari qilib berdim, cho'tka qilib, egalar xursand bo'ladigan qilib, довольный bo'ladigan qilib hammasini shkolat deydi, shunaqa qilib berdim, duoda qilib berdim. Inshaalloh. Bu yog'iga bemalol ishlatib ketaveradilar endi. Kimga kerak bo'lsa, lip motor bo'ladi, Dongfeng bo'ladi, farqi yo'q. Hammasiga rusifikatsiya, ingliz tili, приложениyalar hammasi bor.